Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi demak fors tilidagi eh, navbatdagi darsimiz bu 9-mavzu. Fors alifbosidagi F, Qof, Kof, Gof harflari va ularning yozilish qoidalariga bag'ishlangan. Demak, bu F, Q, K, G harflari haqida bo'ladigan mavzu hisoblanadi. Va quyidagi rejadan iborat bu F va Qof harflari yoki Fa va Qof harflari, ularning yozilishi va ulanishi, bog'lanishi, Kof va Gof va ularning yozilishi hamda ulanishi, Lam va Mim harflari yozilishi va ulanishi. Ho'p, demak birinchi nimaga e'tibor beramiz? Demak, F va Qof harflarining yozilishi va bog'lanishi. Hop, F va Qof harflari. Demak, F harfidan boshlaymiz. F harfi e, bu F tovushini beradi. E, Uni demak to'rt xil ko'rinishi bor. Birinchidan F harfi dumaloq shaklga ega va satr ustida yoziladi. Tepasida, yuqorisida bitta nima bor, ustida bitta nuqtasi bor. O'ng va chap e, tomondan bog'lanadi. Demak, bu o'rta shakli va alohida shakli bor. Yakka so'z o'rtasida va so'z oxiridagi shakli bor. Hop, F harfi e, demak xattotlar tomonidan ham e, o'ziga xos bir shaklda nima qilingan. U ko'pincha ayn harfiga o'xshab ketadi. E, Xattotlik nimalarda xattotlar tomonidan ko'chirilgan asarlarda va hop, ularning o'zaro farqlarini faqat kontekstdan bilish mumkin. Ho'p, eski o'zbek yozuv yodgorliklarida P tovushi ishtirok qiluvchi ayrim so'zlarda ko'pincha talaffuzda talaffuzga qarab F harfi ifoda etilgan. Endi F bu arablar kelishi bilan ko'proq bu tovush keng tarqalgan degan fikr ham mavjud. Chunki ungacha P tovushi ishlatilgan. Ho'p. Demak, Xof harfiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'zbek tilidagi Q tovushini ifodalaydi. O'zbek tilida bor, arab tilida ham bu tovush bor. Ammo fors tilida bu biroz e, Qdan ko'ra ko'proq g'ay tovushini ifodalash keng tarqalgan. Qof ustida demak qo'yiluvchi ikkita nuqta. Bu demak uni Fa'dan farq qiladi desak, aslida qofni nimasi e, ham satr ustida ham satr ostida yozilish nimasi bor. Alohida yozilganda yoki so'z oxirida yozilganda. O'zidan oldi va keyin kelgan demak harflarga u ham qo'shilib yoziladi. Fa kabi. Shuningdek, to'rt xil yozilish shakli. Uni demak so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri va alohida e, nimalarga, turlarga bo'lgan. Qofning yakka holda hamda so'z oxiridagi shakllari satr chizoqdan demak pastga tushirib yozilsa, so'z boshi va so'z oxiridagi shakli satr ustida yoziladi. Va bu shakl aynan fa harfini so'z boshi va o'rtasidagi shakliga o'xshatadi. Demak, so'zlar qafas, naqsh, shafaq. Mana bu so'zlarda biz ko'ryapmiz. Demak, qafasda e, qof so'z boshida kelgan, naqshda so'z o'rtasi hamda shafaq so'zida so'z oxirida ishlatilgan. Ho'p, endi mana shu fa, qof va hatto biz kaf hamda
gof harflarini ishtirokidagi ayrim so'zlarni ham ko'rib chiqamiz. Keyin yana nimamizni davom ettiramiz. Demak, fa harfi ishtirokidagi so'z bor bu yerda. Forsi so'zi yozilgan. Demak, fa harfi so'z boshida keladi. Alif bilan birlashgan. Nafas so'zida so'z o'rtasida kelgan. Nun hamda sinni o'rtasida. Nafis da nun bilan ya o'rtasida kelgan nafis hamda kif portfelda so'z oxirida kelgan. Sharof so'zida so'z orqasida kelgan. Qof harfining to'rt xil shakli bor. Demak, buni ham mana biz yuqorida aytdik. Demak, mana bu nimada so'zlarga qarasak, qof harfi fors tilida g'ay tovushini ifodalayapti. Masalan, qalam yozilgan, g'alam, qotil, g'otil, naqsh, nag'ish, naqqosh, nag'osh, xalq, xalq, xilqat, xilqat, daqiqa, daqiqa, daqiq, daqiq, daqiq tarzida ishlatilgan. Ho'p. Va K harfida bu yerda kitob so'zlari, maktub, makr, kabka, kaklik, ya'ni sabuk, yengil va mana shu so'zlar demak ishlatilgan. Endi biz bu so'zlarni o'qidik, ammo kof, gof va ularning yozilishi hamda ulanishi haqida to'xtamadik. Endi kof, gof harflari fa, qafdan farqli ravishda, shakli boshqacha va bular satr ustida yoziladi. Hop, kof o'zi yoki kaf deymiz. Bu o'zbek tilidagi K harfini, fors tilida ham K harfini, arab tilida ham K harfini ifodalaydi. Har ikkala tomondan e, bog'lanadi, ulanadi. E, To'rt xil yozilish shakliga ega. Alohida so'z boshi, so'z oxiri va so'z o'rtasi. Ho'p, mana masalan kabob, katak degan so'zlarda ishlatilishi ko'rsatilgan. Demak, so'z boshidagi shakli va o'zidan keyingi harf bilan ulanyapti. Kof so'z oxirida kelganda e, quyidagi shak e, demak, quyidagi shaklda yoziladi va ba'zi manbalarda kof harfi so'z boshida kelganda quyidagi shaklda yoziladi. Hop, fors tilida biroz arab tilidan farqli. Mana bu ko'rinishdagi harf ko'proq istifoda etiladi. Ho'p, alif bilan bog'langan holati bor. U demak mana bu shaklda yoziladi. Eski o'zbek yozuvida bitilgan yodgorliklarning ayrimlarida kof o'zbek tilidagi G tovushini ham ifoda etgan. Demak, ba'zan o'sha G ustidagi nuqtasiz yozilgan holatini ko'rish mumkin. Ho'p, endi G harfiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu arab alifbosiga, demak, Eronda forslar tomonidan bitta ustida chiziq qo'yish bilan bu harf yasalgan. Demak, o'zbek tilida ham G tovushini beradi. Xuddi kof, kaf kabi to'rt xil ko'rinishga ega. Alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri. Kof harfining demak kofdan ko'rinish jihatidan farqi shu ustidagi nima, uch nuqta deymizmi? Uch nuqta ba'zi nimalarda bo'ladi, lekin asosan chiziq tortiladi. Demak, gof harfi aslida e, quyidagicha shaklda bo'lgan. Keyinchalik o'sha uch nuqta bir chiziq bilan ifodalana boshladi. Xo'p, rang, demak, mark so'zlari ko'rsatilgan va bunda so'z oxirida biz geni uchratamiz. Odatda eski yozuvida gof harfi yozilmasdan uning o'rnida kof harfi qo'llanavergan.
Kof harfining alif bilan o'zaro birikuvi qo'lyozmalarda e, demak yuqorida bir ko'rsatdik, ana shu tarzda yoziladi. E, Shuningdek, nimani e, kof hamda gof harflarini lom bilan harfi bilan bog'lanishi ham o'ziga xos. Ho'p, endi biz K harfi ishtirokidagi so'zlarni ko'rdik, faqat G harfi qoluvdi. Mana yozilgan: gord, gom, jigar, gusole, angur, rang, jang, barg. Har joyda kelgan. So'z boshida ham, so'z oxirida ham so'z o'rtasida, jigar so'zida masalan. Hop. Keyingi harfimiz bu lom va mim harflari yozilish va ulanishiga e'tibor beramiz. O'zbek tilidagi lom L harfiga mos keladi. Ya'ni L talaffuzini biz shu harf orqali ifodalaymiz. Har ikkala tomondan bu bog'lanadi, ya'ni o'rtadagi shaklga ega. Ya'ni to'rt xil shaklga ega: alohida, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri. Hop, demak, lom harfini faqat alohida va so'z oxiridagi shakllari bu satrdan pastga tushadi. Latofat, xalal, shakl so'zlari. Bosma xat turida lom harfi alif bilan bog'langan holatda yozma lom nusxadagi ko'rinishidan birmuncha farqlanadi. Unda lom hamda alif harflarining bog'lanishi bilan lom alif shakl hosil bo'ladi. Bu lom alif deyiladi. Hmm. Endi mim harfi. U o'zbek tilidagi me harfini, demak arab, forslarda me harfini ifodalaydi. O'zidan oldingi va keyingi harflarga qo'shiladi. Shu sababli to'rt xil yozilishi shakli bor. So'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Xo'p, malak. Malak so'zi ko'rsatilgan, mana mim so'z o'rtasida turibdi yoki sanam so'zida, so'z oxirida. Mim harfining yozma va bosma shakllarida unchalik farq yo'q. Shuni aytish kerakki, bosmada mimning dumaloq qismi siyoh bilan chaplanmasdan mitti doiracha shakli yoziladi. Yozma nusxalarda esa mimning dumaloq qismi siyoh bilan chaplanib, katta nuqta hosil qilingan holda ifodalanadi. Shuningdek, qo'lyozmalarda mim harfi so'z oxirida bir tomondan eh, qo'shiluvchi harflar bilan kelganda ko'pincha o'sha harflarning ustiga mingashtirib yoziladi. Masalan, payg'am degan so'z ko'rsatilgan bu yerda. Hop. Demak, bugun mana biz mim harfi bilan mavzumizni yakunlaymiz. Hop. Keyingi darsda, keyingi video darslarimizda uchrashguncha hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.